Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahrining topoviy lokatsiyasi, bu tomonda Buxara City, bu tomon Gorgas Choraxa yo'l yoqasidan birinchi liniyaga joylashgan 8 qavatli elitli lifli uyning 5-qavatda 2 xonali 3 xonali qilingan fayzli xonadonimizni ko'rishni boshlaymiz. Eshikdan kirish qismi uzungina koridorimiz. Bu yerda siz prixoj qilishingiz mumkin. Eshikdan kirish bilan bizni hol kutib oladi. Yumshoq mebel qo'yilgan kattagina jurnalli stol, proyektni tushuntirib o'taman. Bu yer oshxonamiz, mehmonxonamiz, yotoqxonamiz hamda sanuzxonamiz. Fayzli xonadonimizga hali hech kim yashagani yo'q. Xonadonimiz 82 kvadrat metrni tashkil qiladi. Bu yer mehmonxona. Did bilan ta'minlangan, zamonaviy tarzda ta'minlangan fayzli xonadonimiz, pardalar ilingan, akvaplast derazalar bilan ta'minlangan. Uyimiz konturni isitish tizimi bilan isitiladi. Gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Bu yerni esa siz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu tomonda kichkina balkonchikimiz ham mavjud. Oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz kattagina, kengina bo'lib, yorug'. Oshxona mebellari bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Endilikda sanuzxonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzxonamiz совмещенный bo'lib, tepadan pastgacha kafeltelgan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Manzil Buxoro shahar Gorgas yo'l yoqasidan birinchi liniyaga joylashgan 8 qavatli elitli lifli uyning 5-qavatda 2 xonali 3 xonali qilingan fayzli xonadonimizni ko'rib o'tdik. Ushbu xonadonimiz 82 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Opisaniyada narxini yozib qoldiramiz. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.